Ularning oqibati qandoq bo'ladi? Abdullah Arman. Bir kuni haftalik suhbatimizda kichik bir saboqdosh mundaq bir savol so'radi. Ustoz, ba'zi odamlar bor ekan, vatanimizda shuncha ig'ir zulm bo'layotsa, qarindoshlarimiz shunchalik qiyinchilik ichida qilyotsa, hech ish bilan kori bo'lmasdan o'zining turmushi bilanla yuriydi. Bundaq kishilarning oqibati qandoq bo'ladi? Men bu savolga Payg'ambar alayhisalomning musulmonlarning ishlariga ko'ngil bo'lmagan kishi bizdan emas degan hadisini amaliy misollar bilan oddiylashtirib tushuntirib qo'ydim. Ammo suhbatdan keyin suhbat mazmuni, so'ralgan savollar va bergan javoblarimni birar qur kallamdan o'tkazib o'tib, hiliqi saboqdoshning so'rgan savoliga bergan javobimda ishlatgan hadisga kelganda, u hadisning ojiz hadis ekanligi to'g'risida o'qiganligimni eslab qoldimda, darhol bu hadis haqida izlanishga boshladim. Aslida meni buningga ittirayotgani u saboqdoshning oqibati qandoq bo'ladi degan savol edi. Chunki mukammalligi bilan barcha dinlardan ustun turadigan go'zal dinimizning bu haqdimi nurg'un ta'limotlari bo'lishi kerak edi. Muhaddislar ojiz hadislarni ayirganda o'xshash mazmunni ifodalaydigan sahih hadislarni bayon qiladi. Shuning uchun o'xshash mazmundagi sahih hadislar shundaqla bu hadis haqidagi boshqa ma'lumotlar va mashhur olimlarning bergan baholarini aqtirib chiqdim. Ko'rgan materiallarim orasida marhum ustoz doktor Yusuf Qardavining bu hadisdagi bizdan emasdan maqsad nima? Kishi bu orqali islom doirasidan chiqib ketamdi degan savoliga bergan buni javobi bor bo'lib, u mundaq degan ekan. Hadis imomlari bu hadisni sahih deb qabul qilmaydi. Ammo hadisning ma'nosini sahih deb qarasak bo'ladi. Chunki cho'qim musulmon qarindoshlarining ahvoliga ko'ngil bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom din samimiyatdir deganida kimga ey Allohning payg'ambari deb so'rgan ekan. Payg'ambar alayhisalom Allohga, Allohning payg'ambariga, uning kitobiga, musulmonlarning yo'lboshchilariga va barliq musulmonlarga deb javob bergan ekan. Ya'ni musulmonlarga samimiyat bildirmasdan, ularning ahvoliga ko'ngil bo'lmasdan kishining iymoni komil bo'lmaydi. Shundaqla hadisdagi bizdan emas degan so'zni bizning yo'limizda emas deb tushunsak bo'ladi. Buning boshqa sahih hadislardami misollari intayin ko'p. Shundaq, musulmonlar o'zlari vakillik qilayotgan islomning ta'limotlariga qanchalik amal qilib yashayotdi? Musulmonlik sifatiga loyiq yashayotmidi yo'qmi? Shundaqla atrofidagi muhit, jamiyatdagi o'zgarishlar, har xil yangiliklar, bo'layotgan yaxshi-yomon taraqqiyotlarga diqqat qilib, yaxshi ilgirlashlarni taqdirlab, nachar qilmishlarga vaqtida va loyiqida inkos qaytarishni bilishi, bu orqali go'zal jamiyat barpo qilishga oz bo'lsa-mu hassa qo'shishi kerak. Bugun muhojiratda yashayotgan Uyg'ur musulmonlari ichidagi turmush qaynimiga cho'kib, qarindoshlarini unutib qilish, o'zining ustiga qanday mas'uliyatlarning yuklanganini bilmasdan normal yashayotganlarning qanchalik ko'payayotganligi, ahvolning qaysi darajada ig'irlashganligini boshlang'ich maktab o'quvchisining bu qanoatga keladiganligiga qarab bilvilish uncha ta's emas. Vatanimizda kun sari ig'irlashib mengayotgan zulm bir tarafdan ko'ngillarimizni parishon qilgan bo'lsa, vatan sirtidagi Sharq Turkiston davosida qo'lga kelgan bir qism g'albalar bizdan tiximi g'ayrat qilish, Sharq Turkiston mustaqillik uchun kelayotgan bu fursatlardan unumli foydalanishni talab qilmoqda. Mushundaq har bir Sharqiy Turkistonlikning mili, kuchi va zehniga muhtoj bo'layotgan paytlarda atrofimizda bir qism umidsizlik, bexudlik qaynamiga cho'kib ketgan yoki o'zlarini har xil usullar bilan aqlab mas'uliyatdan qochishga urinayotgan qarindoshlarimizni ko'ra olamiz. Shundaqla ba'zi qarindoshlarimiz o'zining shaxsiy manfaati uchun qilayotgan ishlarini umumiy kategoriyaga kirgizib, millatga xizmat qilganlik deb tonib olmoqda. Undaqda turmushni yaxshi o'tkazish uchun atidan kechgacha ishlayotgan bir qarindoshimiz bilan butun vaqtini millatning xizmatiga atgan qarindoshlarimizni qanday ayiramiz? Qanday bo'lganda millatga xizmat qilgan mazlum musulmon xalqining ahvoliga ko'ngil bo'lgan bo'ladi? Buni aniq ayirib chiqish uchun oldi bilan kishilarning salohiyatlarini yaxshi bilishimizga to'g'ri keladi. Chunki har qanday mas'uliyat salohiyatiga qarata yuklanadi. Bir kishini mas'uliyatsizlik qildi va yoki qilishga tegishli ishlarni qilmadi deyish uchun oldi bilan uning mas'uliyatining nima ekanligini aniq ayirib olishga to'g'ri keladi. Mas'uliyat deganimiz sal qaralsa javobgarlik tortiladigan, so'roq qilinadigan, hatto jazolanishga haqliq bo'ladigan ish harakatlarni ko'rsatadi. Mas'uliyatlar shaxslarning o'rni, imkonlari va salohiyatlariga qarata farqli bo'ladi. Bir tashkilot mas'uliga yuklangan mas'uliyat bilan o'ttiru maktab o'qiyotgan o'quvchiga yuklangan mas'uliyat o'xshash bo'lmaydi.
Ahli ilm ziyolilarga yuklangan mas'uliyat bilan oilasini qamdash uchun tirikchilik qilayotgan bir kishiga yuklangan mas'uliyatlar albatta farqli bo'ladi. Bir ahli ilm yoki ziyoli xalq yo'l ko'rsatishga muhtoj bo'lganda ularni yetaklamasa, yuz berayotgan masalalarga qarata chora tadbir topmasdan quloq yopirib turib olsa, jiddiy ahvollar haqida izlanib, xalqga yo'l ko'rsatguchilik vazifasini o'rinlamagan bo'lsa, xalq oldidagi mas'uliyatini ado qilmagan bo'ladi. Diniy ta'bir bilan aytganda gunohkor bo'ladi. Tijoratchilar pul tepib oilasining ehtiyojini qamdigandan keyin zakotlarni bergandan sirt iqtisodini xalqi uchun sarf qila olmagan bo'lsa, kundalik ishlash orqali turmushini qamdayotgan biri o'zining qimmatlik vaqti va kuchini ajratib, qo'lidan keladigan har qanday ishlarni qilishga hozir bo'la olmagan bo'lsa, qiz ayollar oila qo'rg'onini mustahkam saqlagandan sirt vatani uchun qo'lidan keladigan ishlarni qilish ruhini yetildirib olmagan bo'lsa, farzandlarini yuriki vatani uchun so'qadigan jasur va vafodor qilib yetishtirolmagan bo'lsa, erlari bexudlikqa tushib qolganda ularni ogohlantira olmagan bo'lsa, vatan oldidagi mas'uliyatini ado qila olmagan bo'ladi. Albatta, bizga toqatimiz yetmaydigan ishlar yuklanmaydi. Ammo biz har vaqt iymon va musulmonligimiz bizdan talab qiladigan mas'uliyatlarni to'g'ri shaklda ado qilishga tirishishimiz kerak. Agar bilmasak, atrofimizdagi olim ulamo va ziyolilardan bizning salohiyatimizga mos keladigan majburiyatlarimizning nimalar ekanligini so'rab aniq bilib olishimiz, eng muhimi bizni yaratgan Rabbimizga yo'riq yuz bilan bora olishimiz uchun bexudlikdan yiroq turib, zimmamizga tushgan burchlarimizni ado qilishga tirishishimiz kerak. Agar biz samimiyat bilan qo'limizdan keladigan ishlarni to'liq qilib, Allohga yuzlanganimizda, uning va'dasi amalga oshadi va yo'limiz ochiladi. Parlaq kelgusimizni tixmi tez qo'lga keltira olamiz. Aksicha bo'lganda bizning yo'limiz payg'ambar yo'lidan ayrilib ketgan bo'ladi. Bu qisqa yozmani ashu savoqdashning savolini mundaq bir qancha shaklda so'rash bilan oxirlashtirmoqchiman. Butun Asiyoda ko'p pul tepish, yaxshi turmush kechirishlar bo'lib ketgan kishilarning oqibati qanday bo'lar? Iqtisodini Alloh yo'lida xarjlashdan qo'rqib, qarindoshlariga yordam qila olmaydigan boylarning ahvoli qanday bo'lar? Vaqt o'tgan sari vatanni esidan chiqarib bir kishilikli yashayotgan shu tijoratchilarning, ishchilarning ahvoli qanday bo'lar? Ko'p pul tepib, pulim bilan to'hfa qo'shsam bo'ladi-ku deb hammani nisi qilib o'zini aldab ketayotganlarning oqibati qanday bo'lar? Bu bizning qo'limizdan keladigan ish emas, tashkilot boshliqlari qiladigan ish deb mas'uliyatdan qochayotganlarning oqibati qanday bo'lar? Shuncha yil o'qib, xalqning izzat hurmatiga erishib turib, xalqning g'amini yemagan ziyoli, olim ulamolarning oqibati qanday bo'lar? Unvon uchun yaxshi o'qishni millatga xizmat qilganlik deb tushunib olgan, vatan oldidagi mas'uliyatini tonib bo'lolmagan o'quvchilarning oqibati qanday bo'lar? Ayollarning qo'lidan keladigan ishlar emaskan deb o'zini oqlashga urinayotgan ayollarning oqibati qanday bo'lar? Boshqalarni bizga ko'ngil bo'lmadi deb og'rinib, tillab yurib, o'zimizni unutib qolgan biz yolg'onchilarning oqibati qanday bo'lar? Tashqi so'zlansa chiday olmay parcha-parcha bo'lib ketadigan zulmlarga uchrayotgan chorasiz xalqning hur dunyodagi umid orzulari bo'lmish siz va biz afkorlarning oqibati qanday bo'lar?